Assalomu alaykum. Yo'q. Qachon keldingiz aka? 3 kun bo'ldi. Nimaga xabar bermadingiz? Bir ikkita ishlarim bor. Shularni bitirish kerak. Qanaqa ish? Yordam kerak bo'lsa, Yo'q. Ish bitdi. Nima ish aka? Ikkitasi bilan hisob-kitobim bor. Shularni yo'qotish kerak. kim edi ular? Qo'y. O'zingizlar nima gap? Yaxshisi, biror joyga borib o'tirib gaplashaylik-a. O'zbekning ovqatlarini sog'indim. Bo'ldim, ochaveraymi? Hozir yana ozgina. Shoshma. Mana. Voy! Endi kechirdingmi? Yo'q hali. O'ylab ko'raman. Ketdikmi? Ketdik. Chiroyli juftlik-a. Ha. Maktab davrlari zo'r edi-ya. O'tib ketdi. Men ham sog'indim. Kirmaymizmi? Yo'q, halal bermaydi. Aytgancha, Zarnigor bilan gaplashib turibsan? Hozir u Qozog'istonda musobaqaga tayyorgarlik ko'ryapti. Kelmasmikan? 1 yildan keyin deb aytdi menga. Unda yaxshi. Yur, biz ham aylanamiz. Mayli. Edim ishqingda telbayu devona, nahotki bo'lib qoldimmi endi begona. Axir o'zing eding qalbimda yagona parvona. Unutay deyman-u lek yurak ko'nmaydi. Tunlarim bemazmun dil seni so'raydi. Xayollarimda sen xayolim qo'nsaydi. Yo'q, unutkim kelmaydi. Bor ishlarga bor agar sevsa seni, mendanam kuchliroq kerakmi senga? Mendayin telbaroq oshiq u bemor. Bo'ldi qil. O'lurmagan, o'lgan odam o'ldi ketdi. Hop, Ahmad. Ikkita kattani Xurshid bilan qassobni yo'q qilgan. Tushunyapsanmi? Mayda-chuda bo'lsa ham mayli edi. Xurshidni qamoqda o'zida o'ldirgan. Qanaqa qilib? Bu bizga nisbatan ogohlantirish. Kim qildi deb o'ylaysan? Bilmayman. Menimcha bu ish Rahmatjon qilgan.